Qizil dom, ya'ni Elite Building'dan ikkinchi qavatda 2 xonalik uyimiz sotuvga chiqyaptilar. Biz obzorni tashqari qismdan boshladik. Detki plashatka, bu yerda trenajyorniy zona bo'lyapti. Besetka, o'zini mangalniy zonasi bor va juda ham katta parkovkaga ega. Juda ham domimizning fasadi chiroyli bo'lyapti. G'ishlik dom 100% standartga javob beradi. Liftlari ham katta-katta. Endi obzorni ichkariga qilamiz. Qani ketdik. Uyimizni ichki qismiga ham kirib keldik. Bu yerda mebellar bilan jihozlangan kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Televizor qo'yilgan, duxkonturniy kotel, konditsioner va oynalar qo'yib ketilgan, azizlar, gilamlar to'shalgan va oshxona qismimiz, mягкий zona, stol, mebellar, texnikalar o'rnatib ketilgan. Asosiy eshikdan kirib kelish qismi bo'lyapti. Svetlarimiz полностью yevro montaj qilingan va birdaniga sanuzolimiz bo'lyapti, ko'rishingiz mumkin barcha jihozlari bilan. Va bu yerda esa yana bir xonamiz, ko'rishingiz mumkin. Juda ham shinam va qulay. Qizil domda Rudaki ko'chasida 2-qavatda 2 xona 44 kvadratdan iborat bo'lyapti. Juda ham chiroyli narxlarda, kimga qiziq bo'lsa agar narxini opsiyanida qoldirib ketamiz.